Assalomu alaykum, Gold Clinker kuzatib boruvchilari. Navbatdagi obyektimiz Asaka tumanida. Xudo xolasa fasadiga mramor lazerdan foydalanganmiz. So'qiliga esa sushavi, mokri. Bu hali pardoz berilmagan, hali laklanmagan bu. Ustakalarimiz ustanovka qilib, xudo xolasa laklab qo'yishadi. Tushirish toshligimiz hozir 50 kvadrat tosh keldi. 53 kvadrat fasad. 5 kvadrat so'qil kelgan. Xuddi shunaqa pachka holatda olib kelinadi bu. Uchgan singanlari bo'lmaydi. Xonadonimiz juda ham go'zal chiqyapti. Mana polni aylanpachasiga plitka yopishtiriladi. Bu toshlarimizga xudo xolasa 20 yil garantiya beramiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni ustanovka qilish juda ham oson. Mana shunday olib kelinadi. Buni qo'yiladi, bo'ldi. Buni uyda egasi ham o'zi qilaveradi. Xudo xolasa. Bu birinchi ishi ekan usta akamizda. Birinchi ishidan juda ham tekis holatda chiqqan. Juda ham chiroyli.